Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Darslarimiz sizga yoqayaptimi? Ushbu darsda biz endi Pinduoduo programmasida You bo'limi, ya'ni o'sha siz haqingizdagi bo'lim haqida tanishamiz. U yerda sizning buyurtmalaringiz, o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlar bo'ladi. Keling, ko'rib chiqamiz. Bugun sizlar bilan Pinduoduoda eng asosiy menyulardan biri You, ya'ni shaxsiy kabinet menyusidagi mening buyurtmalarim bo'limini ko'rib chiqamiz. Buning uchun ushbu joyga kiramiz. Bu bizning shaxsiy kabinetimiz, ya'ni You menyusi hisoblanadi. Hozir biz bu yerga kirib ko'ramiz. Bu yer Pinduoduoning sozlamalar bo'limi hisoblanadi, lekin bunga tegmaslikni maslahat beramiz. Endi bu bo'limga kirib ko'ramiz. Bu bo'limda sizning sozlamalaringiz bo'ladi. Mana bunga kirganda rasmni o'zgartirishingiz mumkin. Bunda esa ismingizni yoki biror bir nom qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Endi esa asosiy bo'limga o'tamiz. Endi bu yerdagi asosiy bo'limlarni ko'rib chiqamiz. Kashalog. Agar siz biror bir narsa buyurtma bersangiz va unga pulingiz yetmasa yoki to'lovni amalga oshirmasangiz, mana shu bo'limga o'tadi. Kashalog ichiga kiramiz. U yerda to'lovni amalga oshirmagan buyurtmangiz turibdi. Agar 24 soat ichida buyurtmaga to'lovni amalga oshirmasangiz, bu avtomatik tarzda o'chib ketadi. Bular bir xil vazifani bajaradi. Siz buyurtma berasiz, to'lovni amalga oshirasiz. To'lov bajarilgach, mana shu joyga o'tadi. Bu joyda sotuvchi buyurtmalaringizni qadoqlab, Xitoydagi sklatimizga yuborishga tayyorlaydi. Buyurtmaga to'lov qildingiz, sotuvchi qadoqlab bizning skladga yuborishga tayyorlab, uni pochtaga beradi. Pochta esa Xitoydagi sklatimizga yo'lga chiqqach, mana shu mashina bo'limiga o'tadi. Bu esa logistika hisoblanadi. Bu logistika bo'limi haqida yana alohida darsliklarimiz bor. Bu yerda esa qachonki buyurtmalaringizni qo'lingizga olganingizda tovar bo'yicha o'z fikrlaringizni qoldirishingiz, magazin qanday ekanligini baholashingiz mumkin.